Semizlik joningizga tegdi, lekin ovqatlardan voz kecha olmayapsiz. Buni yo'li bor ekan, qizlar. Mazza qilib ovqatlanib turib ham ozish mumkin ekan. Hozir men sizlarga ovqat qilishni o'rgataman. Buni yeb turib, umuman semirmaysizlar, naborot ozishinglar mumkin bo'ladi. Kerakli masalliqlarni tayyorlab qo'ydim. Marinovanный qanot 1 kilo, 4 ta yangi kartoshka, 2 ta sabzi, 2 ta pomidor, 3 ta piyoz, 4 ta bolgarskiy, 1 ta baqlajon va asosiysi toplёnный masmada pishiraman ovqatimni. O'shanda menga semizlik bermaydi. Bu aytgancha 4 ta odam uchun, ya'ni butun oilam uchun toplёnный maslani qozonga soqolaman. Erib oldi. Endi qanotlarni birin-ketin solaman. Qanotchalar yaxshilab qizarib olgunicha masalliqlarimni to'g'rab oldim. Negativchilar, молодец, to'g'ri topasizlar, kartoshka semirtiradi. Har qatda ozmoqchi bo'lganlar kartoshka solmanglar. Ana oilamda 1-2 ta kartoshka yaxshi ko'radiganlar bor, o'shaning uchun 4 tagina yangi kartoshka so'raryapman. Hamma masalliqlarni solib, Himalaya tuzidan solib, aralashtirib olib, ustiga ozgina ukrop ham qo'yib qo'ydim. Endi dimlab qo'yaman. Olovni pasaytiraman. Chiroyli bu pishishini qaranglar, voy, hidlarini aytmaysizlarmi? Bay. Hozir mazza qilib yeb olamiz pishsa. Ovqatim shunaqa zo'r chiqdi, shira tortib, ezilib, suvli bo'lib yaxshi ko'raman. Shunaqasini menga yoqimli ishtaha. Lekin ko'p ish mumkin emas, bitta tarelkacha yesanglar bo'ladi.